uyalaring mana shunaqa Gorko palonsim so'radi deb gapirishga. Gorkoning hikoyalarini tinglab ko'ring, ancha ibrat olasiz. Biz pas 800 ming berganmiz, 1 million berganmiz. Uyalmaysizlar, shu gapni gapirgan. Ota-onangni oxirgi manzilga kuzatyapsan. U yog'ini ehson qilishing, boshqa qilishing, yo'q qabrga suv ochishing, u seni o'zingni xohishing. Bular hisob kitobini qiladi. Bitta ota-ona 4 ta 5 ta bolani qoyilmaqom qilib, katta qilib, kiyintirib, hali bir tiyin pul topmayotganda haromga yurmasin, uylantirib qo'yadi. Bular bitta ota-onani ko'mishini ham palon pul xarajat, qismadan pul xarajat deb uyalsan kommentariyaga shunaqa narsa yozgan-da. To'g'risi-da, Gorko boyib qolmaydi o'sha bergan. Misol uchun, mana shu 4 kishi ishlayapmiz, nech pul bersang, abetda ham puliga ishlaymiz-da kopaydi. Biz pul so'ramaymiz. Yo'q, qo'lingizdan kelsa, o'zingiz yuvib, o'zingiz ko'minglar, yug'uvchiga palonsi pul beryapmiz, boshqa qilyapmiz degan. Qo'lingizdan kelmaydimi? O'shanga yarasha gapirmaydi. Ko'chada misol uchun har qanday odam kvadrat palonsim deyishni biladi, boshqani biladi. Gorko indamay qabul qilaveradi. Puli yo'q odam ham ko'milib ketyapti-ku. Pul bermasa ham ko'milaveradi. Uyalaring mana shunaqa Gorko palonsim so'radi deb gapirishga. Hikoyamiz sizni ozgina ta'sirlantira olgan bo'lsa, bu videoni kimga yuborib qo'yishni juda yaxshi bilasiz.